Meni hozirlar ko'rishdim. Meni manaqa burchagim bor. Hozir uydagilar ulayapti, shikasi gapiryapti. Qaranglar. Manaqa burchagim bor. Bu yer o'zi doim ivirsib yotadi. Mana hamma yoq mashatda yotadi. Kecha video qo'ysam, g'ashimga tegib, "Ay xos, nomchavingiz ivirsib yotibdi, yig'ishtirib oling" deb yozishdi. Ey odamlar, u yer yig'ishtirilmaydi. O'zi zo'r g'ashakka to'plab eshiklarni yopib qo'yganman. Kecha Ashinga ham aralashinglar, ashinga ham g'ashinglar kelsa, meni g'ashim kelmayapti-yu, maylimi? Men o'zimga pozvoliyat qilyapman, shunaqa ivirsib yotishdi. Sizni uyingiz emasmi? G'ashingiz keladi, tichi. U yerda har balo qilib ko'rganman. Yig'ishtirilmagan nima qilay? Qo'limdan nima keladi? Qancha yig'ishtirsam shuncha ko'payyapti u yerdagi shunaqa narsalar. Uning ichida raza kerakli narsalar. Просто joy yo'q. Joy yo'q. У меня нету 10 дома. Ты чё? У меня только один дома. Вот один комната там ivirsisiganski. Bo'ldi, всё, o'zinglar bosinglar. Nimcha? Biroq uydagi ivirsqqa ham g'ashinglar keladigan darajada unchalik bo'lib ketmanglar. Orib kasal bo'lib ketasiz. Всё, хватит. Отпустите ваши негативные мысли от здесь. Rosa gapirib ketyapman. Biroq uydagi sharoitlarga aralasha olmasdan deb yashirib bo'ldi. Всё, mayrimizgacha manbetimizgacha keldinglar. Mana ko'z ko'radi, fahm ishlaydi, farosat joyida, vishi sortidan.